2,5 ming dollarga mana shu 07 mashinamizni sotuvga chiqyapti. 93-yil bitta polniy asfalt bo'lgan ekan. Xudo xolisa, gazli qo'yilmagan ekan bu mashinaga, gazsiz yurgan ekan. Va salon holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Bu mashinamizning balonlari yangi diska balonlar taqib qo'yilgan ekan. Mana bu yoqdan ham ko'rinishini bitta ko'ringlar. Xudo xolisa, mashinamiz yomon emas. Narxi 2,5 ming dollar. Kimgadir shu mashina qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Bu birinchi videomiz bo'pti. Keyingi videolarda xudo xolisa bundan ham chiroyli obzor qilishni harakatini qilamiz. Qo'ldan kelgancha podpiska bosib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Xudo xolisa komanda bilan ishni boshlab olganmiz. Mayli 07 mi, G-likmi, libo mashinani chiroyli obzor qilish harakatini qilamiz. Narxlarini bilan ham xudo xolisa chiroyli o'rganib, narxlar bilan qo'yamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.